Hozirgi kunlarda bir xona, ikki xonali uyimiz tez sotilib ketib qolyapti. Yaqinda qo'ygan uyimiz ham bir xonali uyimiz bir kunda sotilib ketdi. Hop, yana Yunusobod 12-kvartaldan uyimizga chiqyapti. Bir xona 5-etaj, 9-etajga metro liniya, metroga yaqin, orientir 3 pog'onali restorani, yangi remontdan chiqqan uyimiz. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Tualet vannasi bitta, mana. Bu yog'imiz oshxonasi, mana. Oshxonasi ham katta, keng, bemalol stol qo'yib o'tirsa bo'ladigan, mana bu yoqlarda. Uyimizdan 42 kvadrat. Bu yog'imiz zal qismimiz bo'ladi yoki bitta xona qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Mana remontlarni ham ko'rasizlar. Yangi remont. Bemalol olib turib ijaraga ham berib qo'ysanglar bo'ladi. Hop, bu yog'imiz balkoni, kladovka yoki bitta xonami qilib qo'ysa bo'ladi. Hop, bu uyimizning narxini 52.500 so'rashyapti. Ozgina o't berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerga telefon qilib aloqa qilasizlar, ulgurib qolinglar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz, ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.